Assalomu alaykum azizlarim. Salomatmisiz? Ushbu tong barchamiz uchun xayrli, fayzli va barakotli bo'lsin. Biz hali ham mana bu gidroponika uskunasini o'rnatish jarayonidamiz. Jizzaxning Dashtabodida. Bugungi kunga kelib ahvol mana bundoq. Har qanaqa o'zgarishsiz holat qanday bo'lsa shundayligicha sizga ko'rsataman. Mana shunaqa holatda biz gidroponika uskunasini o'rnatishni boshladik va davom ettiramiz. Bugun ishlarimiz shu holatga keldiki, ba'zi ishlar elektr qismlari, sug'orish tizimi bir qismi bajarilgan, ba'zilari hali chala holatda turibdi. Xususan mana bu baklarni kecha o'rnatildi. Bu baklarga endi butun o'sha suvni olib kelish va uni tarqatish uchun tizim o'rnatilishi kerak. Hali nasoslar o'rnatilmagan. Xullas ishlar bir maromda ketyapti. Hammasi vaqt masalasiga borib taqalgan. Uskunamiz 1 tonna 200 kilogramlik uskuna. Bu haqida oldin ham aytib o'tgandim. Kundan kunga har galga takomillashib boradi. Uskunani o'rnatishlikda yangi uslublarni qo'llab yana ham effektivni, ya'ni samaraliroq bo'lishini ta'minlashga harakat qilamiz. Bu haqida sizlarga yana gapirib o'taman inshaalloh.